Shohjahon Jo'rayev, bratishka, ukajonim. Istoriya qo'yibsan, meni Mamat deb atmetka qilib qo'yibsan. Mamat emas, Muhammad sallallohu alayhi va sallam ismlari bu. Ruslar o'sha paytda endi adashib Mamad Aliyev, o'sha Muhammad Aliyev, Mamad Aliyev deb yozib qo'ygan. Sen bunaqa buyuk zotlarning ustidan kulmagin. Men seni Shermat demayapman. Shermat, sandagi ismlari Shermat Jo'rayev, to'g'rimi? Men seni Shermat demayman, shunda ham Sher Muhammad deyman. Muhammad ismini ustidan kulma, uni oqibati yaxshi bo'lmaydi ukajonim. Sal panayotgan joydan yosh bolamisan yoki sekin-sekin o'rganib olasan mana shunaqa bizga o'xshagan akalaringdan ko'p narsani. Keyin ayol soqiyni aytganimni qo'yib qo'yibsan postingga. Men ayol soqiyni studentlik paytimda dadangdan o'rganib aytganman. Dadang rahmatli bilan juda munosabatimiz yaxshi edi, birga ashulalar aytganmiz, meni duo qilganlar. Otash nafas hofiz bo'lgan bolam deb duo qilganlar meni. Keyin sen o'rtamizni buzding yomonlab. Ne только meni muzikantlarimni ham haydab yubording. Sherzod akam, Nazir akam skripkachilar. Nazir akam meni administratorim hozir. Shularni ham sasatdan haydab turding yomonlab. Ukajonim, yosh bolalik qilma. Bunaqa maniyatkangni sal o'zgartir, yoshing ham bir joyga borib qoldi sen ham. Ayol soqiyni aytganda sen pampers taqib yurading, uka. Tilimni qichitma meni.